Bugun 25-may 2026-yil. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidagi 10-umumiy o'rta ta'lim maktabida so'nggi qo'ng'iroq tadbiri. Bu oqshom osmonda yulduz yig'laydi. Ko'k aro to'lin oy unsiz yig'laydi. Majnuntol yonida maktab bog'ida yurakda dard bilan bir qiz yig'laydi. Bunchalar yuraklarga solasan titroq, chalinmay qo'ya qol so'nggi qo'ng'iroq. Ayriliq onlari bunchalar azob, chalinmay qo'ya qol so'nggi qo'ng'iroq. Aytilmay qoldi-ku, aytilmas gaplar, goh oshkor, goh pinhon bitilgan xatlar, bir bori yurakdan chiqmagan suhbat, ranglar sarg'ayib ko'nglimni ezar, qizlar qo'lidagi esdalik daftar. Nahot armonga aylansa endi, sinfdosh qiz bilan tushgan suratlar, bunchalar yuraklarga solasan titroq, chalinmay qo'ya qol so'nggi qo'ng'iroq. Ayrilgim kelmaydi munis maktabdan, ko'nglimga abadiy yoqding sen chiroq. Yashirgim kelmaydi men ham yoshlarim, chalinmay tura qol so'nggi qo'ng'iroq. Nelar kutmoqda bizlarni hali, qayg'uli muhabbat, hijronli firoq. Nahot tark etmoqda sho'xli davrimiz, chalinmay tura qol so'nggi qo'ng'iroq.